Amerikaliklar binoni yerdan tepaga qarab emas, osmondan pastga qarab qurishmoqchi. Bu videoni ko'rib odamlar aqldan ozyaptimi deysiz? Obuna bo'ling, hozir tushuntiraman. Xullas, New Yorkdagi arxitektura firmalaridan biri Lemma deb nomlangan innovatsion osmono'par bino konsepsiyasini taklif qildi. Uning eng asosiy fishkasi, diqqat qiling, osmondagi asteroidga mahkamlanib, u yerga tomon quriladigan bino. Imkonsiz narsadek ko'rinadigan bino Dubayda quriladi. Keyin esa New Yorkka olib borib qo'yilar ekan. Asteroid har kuni bir xil holatga qaytadigan orbita bo'ylab harakatlanadi. Bu esa aholiga koinotni ham va yerning turli xil burchaklarini ko'rish imkonini beradi. Tasavvur qilyapsizmi? Amerikadagi uyingiz tushdan keyin boshqa mamlakatda bo'lib qolishi mumkin. Osmono'par bino uchuvchisiz samolyotlar orqali kirish mumkin bo'lgan kvartiralar va yerdan koinotgacha chiqib olsa bo'ladigan elektromagnet liftga ega bo'larmish. Buning uchun quvvat quyosh panellaridan, suv esa atrofdagi bulutlardan olinadi. G'oya yaxshi, ammo buning uchun yer orbitasida erkin uchib yuradigan asteroidni qayerdan olishadi? Qurilishni qanday qilishmoqchi? Bu savollar hozircha javobsiz. Qurilish boshlansa uyg'otib yuborasiz. Xo'sh, siz qanday fikrlasiz? Buning imkoni bormi? Fikringizni izohlarda qoldiring.